Maktablardagi eng faol kitobxon o'quvchilarga 10 million so'mdan beriladi. Bu haqda 24-fevral kuni bo'lib o'tgan Prezidentimizning yoshlar bilan muloqoti davomida aytib o'tildi. Davlatimiz rahbari mazkur uchrashuvda yoshlar uchun atalgan bir dasta xushxabarlar va yangiliklarni ma'lum qildi. Ulardan biri aynan kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha. Prezident tomonidan belgilab berilgan vazifaga ko'ra, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi orqali eng iste'dodli yozuvchilarga ijodiy buyurtma beriladi va 1 yil davomida oyiga 20 million so'mdan haq to'lanadi. Eng sara xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga, milliy adabiyotlarni xorijiy tillarga tarjima qilish va chop etish xarajatining yarmi qoplab beriladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, maktablardagi eng faol kitobxon o'quvchilarga 10 million so'mdan mukofot beriladi. Kutubxona, book cafe va kitob do'konlari ochib, kitob savdosini oyiga 10 ming donadan oshirgan tadbirkorlarga 3 yilga 1 milliard so'mgacha 7% suvda berish yo'lga qo'yiladi. Kitob o'qishga rag'batlantirishga qaratilgan mana shunday ajoyib yangiliklar bor. Eng qizig'i, yosh uka-singillarimiz yaxshi kitob o'qish orqali, faol kitobxon bo'lish orqali hali maktab o'quvchisi davridayoq yaxshigina, ya'ni 10 million so'm pulni qo'lga kiritishlari mumkin. Bu videoni maktabda o'qiydigan tanishlaringiz, ularning ota-onalariga, qolaversa kitob savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga yuborib qo'ying. Foydali va manfaatli bo'lsa ajab emas.